Assalamualaikum. Bugün Emirant restoranında taza palov açıldı. Bugün besplatny tarqatyapti birinchi kuni. Palovning birinchi kuni u evveldan ishlab turibdi, lekin bu baha beramiz ko'rib. O'zingiz ham kelib bahasini beraverasizlar. Manzilimiz Banisa Beruniyning. Mana Shabbos buva shuni uglovoyi. Kelib ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hamma narsa bor. Pizza, tandır, somsama, her türlü ovqatlar var. Sani 1000 türlü ovqat desa da bo'ladi. Dostavka uchun mana shu nomer telefon etsangiz ko'taradi, polni gaplashib dostavka etaverasiz. Yozdan kuni shu yerda o'tirsangiz ham bo'ladi, qishda da klyonkalar bilan o'ralgan zo'r joy. Qanday palov bu? Xudo xolasa. Qiyma palov. Suzmaman, qiymaman. Qiyma. Qayerdan bo'lsa bo'ladi shunda? Bizamiz Xorazm Cho'sh. Qiyma palov. Yaxshi, mana kiramiz. Xudo xolasa. Syomka etavering devdimda. Enjerirlar o go'shtning. Qiymasi. Ammo ya chek degan ha, zakonniy. Yegan vaqt o'zing shap ko'p enjer olib turadi. Voh. Gumbillar dostavkalardan chaqiraverasiz. Mana shunday idishlarga isitib enjer etib beradi. Yanimizdan sort turi bor. Bahasini ko'rishingiz mumkin. Bahasini aytgancha nedan kelib ko'rasiz. Bu yerda yo'q ekan menyuda. Turlisi bor ekan mana. Cho'plikgacha. Уже hamma ketdi mana. Blogerlar ham sho'rda. Blogerga yarab qo'yib, boshlamishlar. Уже men tayyorlagan yedim. İçinde mana shu ham bor, mayagi bor. Salatlar ham bor. Ondan tashqari отдельный banket zal var. 50 adamdan ko'proq sig'adi.